Albatta endi insonlar mashinayam olmaydi, uyam olmaydi. Uy sotayotganlar aldayapti, g'irromlik qilyapti. Mashinani olsa, radar, kamera, balli sistema, ham shtrab to'lab, ham pravadan ayrilib, ham har kuni nerva-turobga stressiy ahvolda yurib, bu qanaqa, kimga keragi bor buni? Shuning uchunam mashinagayam qiziqish qoldi, uygayam, hech bozordayam, magazindayam savdo bo'lmaydi. Ana shundan endi krizis kelib chiqadi. Qonunlarni qaramasdan, xalqni o'ylamasdan chiqarib tashlashdi. Bu odamlar bu pulni qayerdan topyapti ekan? Bular qayerdan oladi buncha qonunlarga, shtrablarga, radarlarga pulni qayerdan olishadi bular degan fikr yo'q. U uyida uni studenti bormi, o'qiydigan yoki uylantiradigan bolasi bormi, yo uy solib chiqaradigan uyida o'g'li, kelini bormi? Bularni kim o'ylaydi? Bu tomonlarni hech kim o'ylamagandan keyin hech qanaqa savdoyam bo'lmaydi. Krizis bo'lib, kundan kunga battar bo'lib boraveradi. Kimga kerak bo'lsa o'zi olib, o'zi bilan o'zi savdo qilib o'tiraveradi. Hech kimga hech nima kerak emas. Nimaga deganda ahvol shunaqa, kundan kunga tang bo'lyapti. O'zi internet to'la shunaqa, hamma yoq jag'laba, yo'llarda ahvoli manaqa. O'rtoqlar, o'sha odamlar haqiqatan mashinadan konkret to'yibdi, ishoninglar. Naqdga bo'lib to'lashga, o'sha mana Sergeli yo'lidan ketyapman, birorta salondan bir odam zoti yo'q. Ishonasizlarmi? Даже bozorda ham umuman odamlar yo'q akalar. Naqdga bo'lib to'lashga mana Kia deysizlarmi, Dongfeng deysizlarmi, Chevrolet deysizlarmi, o'zimizni GM deysizlarmi? O'sha odamlar umuman yo'q akalar. Konkretni to'yibdi odamlar o'sha mashina minishdan. 1-aprel sanasidan hisoblanganda 22 kun davomida hattoki ba'zi haydovchilar 10 ballgacha yig'ib olgan holatlar ham mavjud. Bilasiz, jarima bali olingandan so'ng uni boshqa haydovchiga qaratish, ko'chirish yoki boshqa uslublarda o'chirishning umuman imkoni mavjud emas. Yagona tartib va qoida esa yo'l harakati qoidalariga rioya qilishdir. Aholi yana bir e'tirozi yo'llardagi kameralar dislokatsiyasidan. Ular faqat qonunbuzarlikni qayd etib, jarima yozish uchun ishlayapti. Buning asosiy sababi bugungi kunning eng mashhur ovchisi bo'lmish radar. Radarlar o'zi inson hayotini o'ylash maqsadida qo'yilganmi? Yoki qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlik usuli? Biz shu bo'yicha e'tirozimiz bor edi o'zi. Xalqparvarroq bo'laylik o'rtoq. Tartib belgilanmaganda edi. Har safar yo'l patrul xizmat xodimlari haydovchini to'xtatib, oldi kapot qismini ochib, motor dvigatellarini tekshirib, bu fuqarolarimiz uchun ham, haydovchilar uchun ham, o'zimiz uchun ham ko'plab sarsongarchiliklarga olib kelishi mumkin edi. Shuning uchun ham mavjudligini demak tekshirib ko'rish uchun bu 5 yil etib belgilandi. Zoir aka, narxi 2.8 million rostmi? Yo'q, bo'lmagan gap. Bu narx hali bir bu qayta ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq masalalar. Shuning uchun texpasportni almashtirish xuddi pravani almashtirish bilan bir xil demak davlat to'lovlari amalga oshiriladi. Bitta xitoylik dono kishini gapini eshitdim. Qaysi mamlakatda qonunlar, qarorlar ko'paysa, o'sha yerda o'g'rilar, kazzoblar ko'payadi degan. Endi bu hamma narsani qonun chiqaravermasi kerak. Bu mayli narxi prava bilan almashtirish bilan teng bo'lsa, narxi qimmat emas ekan u, lekin o'zi shu shart ham emas edi, kerak ham emas edi u. Texas motor ham bor-ku o'zi. Bir gap aytaymi? Mashinam bor, zapravkam 0 yotibdi. Kommunalka, gaz, svetlarim hammasi o'chib yotibdi. Kreditdan, bankdan telefon qilishadi. Krediting to'ladi. MIBdan SMS kelib yotibdi. Qarzlaringiz MIBga oshib ketdi deb. Cho'ntakda bir tiyin pul yo'q. Eng achinarlisini aytaymi?
lekin har kuni eshitamiz-da.